Tug'ilish fitratimizda o'sha yozib qo'yilgan. 2025-yil hammada zorit. Mashina oldi, uy oldi, topayotgan pulini bir 12 ga oshirib yubordi. Bizda qanaqa o'tdi desa, bizda ham alhamdulillah zorit. Примерно may oyidan boshlab 10-15 million topib turgan joyimdan bo'shab, tirikchilikda sherigim bilan agentство ochdik, yo'l marketingiga. Uni ochganimizdan keyin bir oycha bir bo'sh yurdik. Baba endi hali hech nimani bilmaymiz. Bozorga endi chiqqanmiz. Nima qilishni bilamiz-ku, lekin qanaqa qilishni bilmas edik. Bizni ana qo'rqitishdi. Hali ishlamaysanlar, hali sota olmaysanlar xizmatingni. Tug'ilish fitratimizda o'sha yozib qo'yilgan. Qancha rizq olishimiz, qancha pul topishimiz, qaysi kuni nima bo'lishi. O'shanga ko'nib, qadarga ko'nishimiz bizning chin musulmonligimizni belgisi bo'ladi. Agar hozir bu odamlarning gapiga ishonib, qo'rqib, rizqimizni mana shu odam beryapti deb ishlamaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Musulmonga isnot bo'ladi. Shundan keyin sherigim ham meni gapimga ishondi. O'zi nima deyotganini asosnat qilib, bo'ldi, men noto'g'ri o'ylaman deb ishni boshladik.